Ochkilardan tashqari bo'sh kiyimlar ham mana kepkalarni zo'rlari sheradi. Faqat ochki emas. Panamkalar. Ular nima deydi? Butun O'zbekistonning kepkalarning xillari shu yerda. Xo'sh, mana Gucci'ning brendli ochki nimalar, kepkalari ham bor ekan bu yerda. Kim bilan masalan avtomobilchilar bo'lsa, Lexus'i bormi yoki BMW'si bormi? Yana nima bor ekan? Avtomobillarda faqat shu ekan. Xo'sh, mana bu yerda bunaqa rangli kepkalar ham bor. Voh, mana. Men eng yaxshi ko'rgan kepka. Menda ikkita bor. Bunaqasidan. Panamkalar hozirgi havolarga ishga kiyishga. Xo'sh, mana ranglari ham bor. Mana do'ppini dizayndan, kalapech dizayndan panamkalar chiqibdi o'sha. Xo'p. Ular kelasalar shilapalar bor ekan. Voy, shilapalar va qattiqlar bor ekan. Qarang. Hala zo'rmi? Kamboylar nimalardan bor ekan, shilapalardan. Ular kesalasida o'zlari guvoh bo'lib, malol tomosha qilsalar bo'ladi. Opto va dona narxlarda. Dona narxiga bunaqa qimmat emas, ayrim dona magazinlardan emas. Ozgina farq qiladi opto narxiga. Ular shunaqa narsalar kerak bo'lsa, men telefon nomerlarini qoldiraman yigitlari. Bemalol telefon qilib, bormi yo'qmi zakaz qilib, xohlagan Navoiymi, Samarqand, bu yog'i nimagacha Qoraqalpoq, Xorazm chiqaraveradilar.